Yerdaman. Men qayerdan bo'ldim? Kravatlar. Bu nima? Ko'p odam bormidi? Hop. Ay. Bu yo'q, haqiqiy tushum emas. Bu nima bo'ldi? Shuna pastga tushaman. Xo'sh. Menimcha men nahotki obunachilar biz Squid Game'damiz, qoyil. Wow. Do'stlar aytgancha sizlarga bir gapim bor edi. Do'stlar, yangi video juda ham kech chiqdi. Buning sababi sizlar juda ham kam like va obunani juda ham kam bosdinglar. Boy va importning bo'lmishining yangi qismi qachon chiqsin? Kommentariyga yozib qoldinglar va sizlardan bir iltimos. Agar ukam gold qaytishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarning chiqishini kommentariyga yozib qoldiring. Keyingi video nima haqida bo'lsin? Xo'sh, keyin yana bir gapim bor edi. Sizga qanday yarashibdimi? Yarashgan bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Qani bo'lmasam, ketdik. Xo'sh, men tayyorman. Nima bo'ldi? Player jacket. Abdulla Ali. Bu o'yinchining kiyimi. Seunggi Hun. Kang Si-byuk. Mana 956-o'yinchini kim taniydi sizlardan? Seunggi Hun. Birinchi qismni esimda bo'lsa yutgandi. Do'stlar, menimcha bu video hozir ikkinchi qism chiqib bo'lgandan keyin chiqyapti. Demak, bu birinchi qismning kartasi bo'lsa kerak. Qana bo'lmasam birinchi green light, red light, qani ketdik. Wow, xuddi haqiqiydek. Nima bo'ldi? Start boshlash, qaytmoq, uskunalar, yugurish va sirpanish. Nima ekan? Muzga o'xshagan obunachilar buni o'ynash juda ham qiyin. Aytgancha obunachilar bu juda ham qiyinligini hisobga olgan holda men buni qo'shmayman. Do'stlar, aytgancha bu modning men Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanal esa albatta opsiyada bo'ladi. Qolmasam ketdik. 1 2 3. Olg'a, men to'xtamayman. Qo'shiqlar ekan. Qani. Men emasman. Men hech nima qilmadim. Rostdan, men hech nima qilmadim. Aytgancha bo'lmoqchilar, bir narsa aytmoqchi edim. Agar siz sakrab tezroq 2 marta tezlikda mosib sakrasangiz, siz juda ham tez yugurasiz. Mana bunday. Xola, iltimos. Menimcha emas. Bo'ldi. Yes, yutdim. Juda ham qiyin bo'ldi. Bir marta o'ynadimcha ketdik orqaga. Xo'sh, endi dam olmayman. To'g'ri. Boshlaymiz o'yinni. Bu nima? Glass bridge, ya'ni o'yinli ko'prik. Qolganlar nima ekan? Bular menimcha keyingi qismida qo'shilgan narsalar. Bu nima ekan? Chiroq. Bizga effekt berilib qo'yibdimi? Night Vision 2. Cheksiz vaqtga. Hammaylar qani boshladik. Iloji boricha sizlarga jonli ko'rsatishga harakat qilaman. 1 2 3. Birinchisi bu ekan. Obunachilar o'zlari aytinglar, qaysi biri to'g'ri? Bir bunisimi yoki bunisi? 1 2 3. Bunisi emas ekan. Yargisi. Bo'ldi. Xo'sh, boshlaymiz. Hop. Bunisi. Bo'lsa-kanlikcha. Demak, ular singani qaytib sinmaydi. Meni ahmoq deb o'ylashyaptimi bular? Xo'sh. Demak, yana o'sha. Birinchisi, ikkinchi. Menimcha to'xtatib ketgan mumkin. Bunisi.
Bir bunisi yo'q, demak o'sha ekan. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? To'liq ko'rsataymi yoki shunchaki o'tib olgandan keyinmi? Qani boshladik. Hop. Shunchaki til ojiz. Obunachilar, meni miyam hozir portlab ketadi. Qaysi biri muhimi bitta topoldik. Ustomdan kulishyapsizlarmi, voy? Ahmoqlar. Ana. Bo'ldi, afa bo'ldim, o'ynamayman. Yo'qol. O'ynashga majburman obunachilarim uchun. Qani obunachilar, sizlar qo'llab tursanglar, men hamma narsaga qodirman. Toplich. Ichki xotirjamlik. Voy. Obunachilar, men majburman. Yaxya, yuzing qursin. Ana obunachilar. Obunachilar, men o'tdim. Mana oxirgisi va men yutdim. Haqqoniy bo'ldi. Keyin kommentariyada asabimni buzib, graf yolg'onchi, graf lo'q, graf chumo deb yozishni bas qilinglar. Men neger emasman chunki. Xullas, bu kartaning egasidan qolganlarini ham ochishni so'raymiz. Mana bu Grastvitiga degan holda videoni yakunlashni boshladik. Do'stlar, bu kartaning modini men o'zimning Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Telegram kanalim esa opsiyanada joylandi. Aytgancha, mening skinim sizga yoqdimi, yoqmadimi? Buni kommentariyada yozib qoldiring yoki almashtirishni istaysizmi? Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan men Mr. Graf bo'ldi. Albatta, oldingi videolarni ham like bosib qo'ying. Keyingi video nima haqida bo'lsin? Albatta men buni kutaman. Aytgancha, sizga yarashdi.